Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Ta'ala'nın xalışı bilen bugün dersimizni davamlaştırımız. Allah Ta'ala barçamızga faydalı qilib bersin. 16-cı hərf bizdə ta hərfi. Ta hərfinin yalğız turganda yazılışı muşu görünüşdə boldu. Sözün başında, söz oturusu ve söz ahırda muşu görünüşlerde yazıldı. To hərfi qəlin hərflərinin qatarından bo'lib, uni biz harakatlar bilan o'qigan vaqtimizda qəlin qilib o'qiymiz. Ya'ni birinchi fatha bilan o'qiymiz. Uning uchun fatha belgisini to hərfining ustiga qo'yib, uni o'qiganda to deb qəlin qilib o'qiymiz. Ikkinchi kasra. To hərfining ostiga kasra belgisini qo'yamiz. O'qigan vaqtimizda t deb qəlin qilib o'qiymiz. Uchinchi domma. To hərfining ustiga domma belgisini qo'yamiz. O'qigan vaqtimizda tu deb qəlin qilib o'qiymiz. To, tuy, tu. Biz t hərfining ikki turi bilan tanışdıq. Birinchisi t hərfi, ikkinchisi bugun o'tgan to hərfi. T hərfi bilan to hərflarining chiqish o'rinlari birdek deb aytsak bo'ldi. Faqat ayrimchiligi t hərfini aytgan vaqtimizda biz uni inchika qilib aytamiz. To hərfini aytgan vaqtimizda uni qəlin qilib o'qiymiz. 17-ci hərf va hərfi. Va hərfining yazılışı to hərfiga o'xshaydi. Uning ayrimchiligi ustida chekiti bo'ldi. Va hərfining yolg'iz turgan yazılışı mushu ko'rinishda bo'ldi. Va hərfi so'zning beshida, so'z o'tirisi va so'z oxirida mushu ko'rinishlarda yozildi. Va hərfi qəlin hərflərinin qatoridan bo'lib, uni biz harakatlar bilan o'qigan vaqtimizda qəlin qilib o'qiymiz. Birinchi fatha bilan o'qiymiz. Va bo'ldi. Ikkinchi kasra bilan o'qiymiz. Kasra belgisini qo'yamiz va o'qigan vaqtimizda v deb o'qiymiz. Uchinchi domma belgisini qo'yamiz. O'qigan vaqtimizda v deb qəlin qilib o'qiymiz. Va, v, vu. Biz z harfining 3 turi bilan tanishdik. Birinchisi val harfi, ikkinchisi zay harfi, uchinchisi va harfi. Bu harflarning ayrimchiligi ularning aytilishida va inchiq qilinligida. Birinchi val harfi. Val harfi oldingi darslarda aytib o'tdik. Yuqorqi va ostingi tishlarimizni orasiga uni tilimizni selib aytamiz. Shu chaqda val deb o'qildi. Val. Bu inchiq bo'lib o'qildi. Zay harfi tilimizning uchini tuvanki tishlarimizga tekizish orqali chiqaramiz. Shu chaqda aytgan vaqtimizda za, zi, zu bo'lib o'qildi. Uchinchi va harfi. Va harfini tilimizning uchini yuqorqi tishlarimizga tekizish orqali va qəlin chiqarish orqali o'qiymiz. Shu chaqda o'qganda va bo'ldi. Va, vi, vu bo'ldi. 18-ci hərf bu bizdə ayn hərfi. Ayn hərfining yalğız turganda yazılışı mushu ko'rinishda bo'ldi. Söz beshi, söz o'tirisi, söz oxirida mushu ko'rinishlarda yozildi. Ayn hərfi inch hərflərinin qatoridan ayn hərfini aytgan vaqtimizda ichimizdan chiqib kelayotgan havoni uni bo'g'izimizning o'tirisida qisib chiqaramiz. Shu chaqda ayn degan harf chiqdi. Ayn harfini harakatlar bilan o'qiydigan bo'lsak, birinchi fatha bilan o'qiymiz. Shu chaqda uni biz a deb o'qiymiz. A. Ikkinchi kasra bilan o'qiymiz. Ayn harfining ostiga kasrani qo'yamiz va o'qigan vaqtimizda uy deb o'qiymiz. Uchinchi domma. Domma bilan o'qigan vaqtimizda ayn harfi u bo'ldi. A, uy, u. 19-ci hərf g'oyn harfi. G'oyn harfi ayn harfiga o'xshaydi, faqat ustida bir chekiti bo'ldi. G'oyn harfi so'z beshi, so'z o'tirisi, so'z oxirida mushu ko'rinishlarda yozildi. G'oyn harfini chiqargan vaqtimizda ichimizdan chiqib kelayotgan havo mana bo'g'izimizning yuqorqi tarafida mana oraliqda qirilib chiqdi. Shu chaqda g' bo'lib chiqdi. G'oyn harfini harakatlar bilan o'qiydigan bo'lsak, birinchi g'oyn harfining ustiga fathani qo'yamiz. G'oyn harfi qəlin harflarning qatoridan. Shu sababdan uni o'qiganda g'o deb qəlin qilib o'qiymiz. G'o. Kasra bilan o'qiymiz. Kasra belgisini qo'yamiz. O'qiganda g'i deb o'qiymiz. Uchinchi domma belgisini qo'yamiz. O'qiganda g'u deb o'qiymiz. Shu chaqda g'o, g'i, g'u bo'lib qəlin bo'lib o'qildi. Darsimiz mana shu bilan oyoqlashdi. Qolgan harflarni Alloh xolsa keyingi darsda davomlashtiramiz.